Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda trend liniya haqida gaplashamiz. Xo'p. Trend liniya bozorda ko'rgansizlar, narx tepaga, pastga, tepaga, pastga, tepaga, pastga yuradi. Har doim bozor bir xil yuradi. Trend liniya chizish uchun ikkita maksimum shakllangan bo'lishi kerak. Ikkita maksimum va ikkita minimum shakllangan bo'lsa, o'sha biz trend liniya torta olamiz. Mana shu minimumdan ketdimda trend liniya tortamiz. Narx har doim ideal nimasiga kelib urilmaydi. Shu narsani esingizdan chiqarmanglar. Narx bunday kelishi mumkin. Narx bunday bo'lishi mumkin. Mana. Hech qachon idealni trend liniya shakllanmaydi bozorda. Hech qachon. Narx približительно mana shunaqa bo'ladi. Xo'p. Endi mana ikkita minimum va ikkita maksimum, to'g'rimi? Ikkita minimum, ikkita maksimum shakllangandan keyin biz trend liniya tortamiz. I trend liniyani bo'ladi. Bu narsa range deyiladi. Ya'ni bozor konsolidatsiyaga tushib qolgan payti bozor tepaga ham yurmaydi, pastga ham yurmaydi. Narx bitta joyda tepaga, pastga chiqib, tushib yuraveradi. Bu narsa range deyiladi. Endi uchinchi ko'rinishi bozorni pastga qarab tushib kelishi. Narx pastga qarab tushayotganda ikkita maksimum va ikkita minimum kerak bo'ladi bizga. Maksimumdan trend tortamiz. Iloji bo'lsa trendni tortayotganda sal uzunroq tortinglar. Chunki narx qaytib shu trendga kelib urilib ketishi ham mumkin. Yoki narx trendni yorib tepaga qarab ketishi ham mumkin. Xo'p. Trend liniyani qanaqa tortish kerakligini tushunib oldik, to'g'rimi? Trend nima sababdan trendligini bildik. Ya'ni bizga ikkita minimum, ikkita maksimum kerak. Agar bu ikkalasi shakllangan bo'lsa, значит trend bor. Endi trendni 3 xil ko'rinish bo'ladi. Ya'ni bu uptrend, narx tepaga qarab ketyapti. Bu range. Narx aytganimdek tepaga ham pastga ham yurib ketmaydi. Ikkita maksimum minimum oralig'ida borib kelib yuraveradi. Uchinchisi bozorda bu down trend. Ya'ni bozorni pastga qarab tushishi kerak emas bizga. Xo'p. Down trend. Bilib oldik, bozorda 3 xil trend bor. Ya'ni uptrend, range, downtrend. Keyin shu narsalarni biz hozir bozorda ko'rib chiqamiz. Mana. Oddiy misol. Keyin bitta narsani sinxronizatsiya, bu Instagramda ham ko'rgan bo'lsangiz kerak, video qo'yildi. Xo'p, narxi katta time framedan pastga qarab analiz qilinadi. Ya'ni misol kunlikdan boshladik. Mana, kunlikda maksimum, minimum, maksimum, minimum, to'g'rimi? Ashdan trendni tortib olamiz. Mana. Xohlasangiz bunday tortsangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz bunday tortinglar. Farqi yo'q. Bu trend liniyani tortish individual narsa. Kim o'ziga qaysi biri yoqsa, o'shani tortadi. Misol kimdir mana bu yerdan tortishi mumkin, kimdir bu yerdan. Farqi yo'q narsa. Kunlikda trend liniya tortib olindi. Narx pastga qarab tushib ketyapti. Endi hozir bu yerda biz hech narsa qilmaymiz. Prosta kutamiz bozorni. 4 soatlik o'tib ko'ramiz. Mana. 4 soatlikda kimdir mana bu yerdan olishi mumkin, kimdir mana bu yerdan olishi mumkin. Misol mana shu maksimumdan narx olaman. Minimumgacha. Trend liniya tortilib, narx pastga qarab tushib ketyapti. To'g'rimi? Mana
aytganimdek ikkita maksimum va ikkita minimum kerak bo'ladi. Trend liniyani tortish uchun. Aytganimdek mana bu yerda idealniy emas bozor. Maksimum, oxirgi minimumi mana. Yo'qida mana. Keyingi maksimum, minimumi mana. Ko'rdinglar? Trend liniya tortildi. Endi narx trend liniyani mana bu yerda yorib chiqdi. Hozir yorib chiqishini ham tushuntirib beraman. Birinchi biz trend liniyani o'zini ko'rib olaylik, bozor trend qaysiga qarab ketayotganini. Xo'p. Mana misol mana bu yerda bu yaqinlashtiraylik. Mana. Narx tepadan pastga qarab tushib kelyapti. Misol buni kulliyda ko'rsak, aniqroq ko'rinadi. Mana. Oxirgi maksimum. Qamizmi? Naqd tortamiz. Mana. Maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum, minimum. Mana ko'rasizlar, bu yerda ham narx idealniy mashdan qaytmayapti. Ozgina yoryapti, qaytyapti. Xo'p. Bu yerda mana kulliyda tortib oldik. Endi misol 4 soatlik yoki 1 soatligiga ichki chuqurlashib qarasak bo'ladi. Qaytamiz. Mana shuni tortdik. Mana. Narx shundan tortildi. Xo'p. Narx endi bu yerda mana misol 4 soatlikda mana bunday qilib tortsak ham bo'ladi. Yoki bunday qilib tortsak bo'ladi. Farqi yo'q. 1 soatlik o'tib, yana ham chuqurroq ko'rsak bo'ladi. Mana 1 soatlikda narx maksimum, minimum, maksimum, minimum ketyapti. Narxni qilib tortsak bo'ladi. Yoki bunday qilib tortsak ham bo'ladi. Farqi yo'q. Bu aytaman, trend liniyani tortish u individual narsa. Bu yerda gramisi maksimum, minimumlarni to'g'ri olsak bo'ldi. Idealniy trend liniya hech qachon tortilmaydi. Narx yo teparoq chiqib qaytadi, yo pastroq chiqib qaytadi, shunaqa bo'ladi. Xo'p. Mana endi sizlarga bu narsani davomini tushuntirib beraman. Xo'p. Deylik, narx mana trend bo'yicha ketyapti, to'g'ri? Narx trend bo'yicha ketyapti, tepaga qarab. Trend liniyamizni tortdik, narx trenddan pastga qarab tushdi. Agar narx trenddan pastga qarab tushadigan bo'lsa, unda biz adkat kutamiz va narxi pastga qarab o'zgarishini ko'rishimiz mumkin. Ko'rdinglar? Narx tepaga qarab ketyapti. Trend liniyamizni yorib o'tdi. Trend liniyamizga retest qildi. Narx pastga qarab yurdi. Xuddi narx pastga qarab yurgandan keyin mana bu narsa shakllanyapti. Narx pastga qarab ketyapti. Agar bu yerda misol narx tepaga qarab yorib o'tsa, bu yerda retest bo'ladi. Narx tepaga qarab yurishni boshlaydi. Bu yerda o'sha narx trend liniyaning tepasiga yorib o'tgandan keyin bizda yana uptrend shakllanayotgan bo'ladi. Bir xillarida bozor trend liniya yorib o'tadi-da, mana shu yerda yig'ilib turadi. Bu narsa tushuntirganimda range. Bozor kuch to'playotgan bo'ladi. Narx yo'kida mashta yig'ilib turib pastga qarab ketadi. Yo'kida mashta yig'ilib yana tepaga mashta trend liniyaning ichiga qaytib kirib oladi. Narx yorib o'tgandan keyin bu yerda har doim ham retestdan keyin narx pastga qarab ketavermaydi. Bu yerda mana shunaqa bitta lojni tiqib, yana narx trend liniyaga kirib olgan bo'lishi mumkin. Bu narsani men tushuntiraman keyingi darsda. Xo'p. Biz trend liniyani tushunib oldik. Mana kulliyda mana trend liniya tortib oldik, to'g'rimi? Bizani maqsadimiz mana shu yerga kelganda selga kirish. Xo'p. Endi narx kulliyda ko'rib oldik. 4 soatlikda 4 soatlikda narx mana trend liniyani yorib o'tdi tepaga. Hozir 1 sekund.
O'rtada davom etamiz. Mana tepadagi trend liniya kunliyniki. Bu 4 soatligi. Mana 4 soatlikda trend liniyani narx yorib o'tdi tepaga. Mana bu yerda. Narx tepaga qarab yurishni boshladi. Ati-kati qotdi hozir. Bu trend liniya yorib o'tgandan keyin bu yerda biza bayga kirishimiz mumkin. Testdan keyin stop lossimizni oxirgi minimumdan sal pastroqda bo'ladi. Ishora qo'ysak bo'ladi. Agar bu yerda bizani stopimizni ursa, значит biz bu yerda 15 minutlik o'tamiz. 4 soatlikda men strukturalarni sinxronizatsiyasini tushuntirib bergan edim Instagram videoda. Kirib ko'rsangiz bo'ladi. Mana narx bu yerda test qildi. Biz mana shu yerda bayga kirdik. Bizning stopimiz urib ketdi bozor. Endi bu yerda kutamiz. Narxi bu yerda mana ko'rasizlar, maksimum minimum struktura. Endi hozir bo'tdi. Mana shu yerda narx tepaga qarab yurib, pastga tushib, strukturani buzsa, biz yana mana shu yerda trend liniya torta olamiz. Narx bitta tepaga qarab yurib ketolmaydi, chunki sekin narx tepaga qarab chiqadi. Struktura buzilgandan keyin biz mana shu yerda misol bayga kirib ko'rsak bo'ladi. Stop lossimizni oxirgi misol mana shu yerda narx o'ynagan bo'ladi. O'sha narx minimum maksimum bo'lgan payt mana shu oxirgi minimumdan sal narx pastroqga qo'yamiz. Take profitimizni 4 soatlik time frame maksimum bo'ladi. Ikkida 4 soatlikni yorganmiz, biz значит tepada kunlik bor. Kunlikni maksimum bo'ladi. Xo'p. Bu yerda unaqa idealni o'xshamagan o'rtada. Hammasini ham ko'rmaymiz bozorga. 4 soatlikda lekin gravisi narx yorib o'tgan. Bu yerda qayerdadir trend liniyadan kirsak bo'ladi. Hali kirish bermagan, kutamiz. O'zi tradingda eng katta narsa sabr, kutish. Qancha ko'p kutsak, shuncha to'shni kirish beradi. Joyida kirib, joyida chiqib ketishimiz kerak. Xo'p, o'rtoqlar, trend liniyani tushungan bo'lsanglar, keyingi darsda strukturani o'tamiz. Xo'p, salomat bo'lasizlar.